Xo'p, qizlarjonlar, bilasizlar, men ertalab aytgandim, bir ikkita narsa olishga magazinga kiraman deb, lekin bir ikkita emas, anchagina olib qoldi. Hozir sizlar bilan uni ozgina raspakovka qilamiz. Temadan tashqarida meni shunchaki havasim ketgani uchun olgan narsalarimni ko'ramiz. Mana shunda o'zi kroy narsa olganim yo'q, lekin shunga ham bir bo'lak vaqt ketdi. Xo'p, mana bunaqa zakolka oldim. Qaranglar, ko'rsatdim. Babichkasi bu yoqda, lekin zajini mana bu yoqda. Buni toqqan paytlaringizda anamday qilib toqasizlar-ku, babichkasi sochini tepasiga turadi. Zara? Короче, buni hali moslashtirib toqamiz. Tak, anaqa zajimcha oldim, mana. Babichkalik ana. Babichka. Shunaqa babichkalik nimalarni toqishni yaxshi ko'raman. Zajin, zakolka, narsa. Anaqa zakolka oldim. Bu mayda qirqishchilar, sami mayda sochimni qayerdadir bo'ldi. O'shanga o'xshash-u, lekin sal boshqacharoq. Qarang, kapalakchalik. Xuddi sochlaringizga to'qsangiz kapalakcha kelib qanday turadi. Bundan bir pachka oldim. Sochimni mana bu yoqlarini yig'ishtirib, ham chiroyliroq yeb berib turish uchun. Keyin mana bunaqa maska oldim. Bu maskani qizlar tak ko'pchiliginglar tushunsangizlar kerak, lekin tushunmaydiganlar uchun yana bir ko'rsatib o'taman. O'zim ham ko'rganman-ku, lekin unchalik ham qiziqib nima qilmasdim. Hozir ana endi sizlar bilan birgalikda buni taqib ko'ramiz. To'g'risi o'zimga ham qiziq. Shu kun o'kishi menga tak. Birinchisi mana shunday ko'rinishda bo'ladi. Bu dahan qismiga taqiladi. Mana bunday. Mana bunday-yu. Tak, sochga tegmasin. Mana quloq joyiga keldi. Sal chagaga qiladi. Men gapira olmay qolibman. Endi bu yoq qismini tortamiz. Bu yoq qismini tortganimizdan keyin ancha menimcha qulay bo'ladi. Da, qulay bo'ldi. Mana. Oy. Bu dahan qismini mana chiroyli qilib podborodoklarni chiqarib berishda yordam beradi. Buni bir kunga 3 soat, 4 soat toqish kerak ekan. Men tunda toqishni rejalashtiribman. Xo'p, keyingi narsalarni ko'ramiz. Mana lekatoni vitamin C'lik sivurtkasi. Vitamin C yozga juda ham kerak. Esinglardan chiqarmanglar. Yozga, bahorga juda ham kerak. Keyin vitamin C'ni o'zi mana sizlarga buni ko'rsataman. To'g'risi, unaqa vitamin C ishlatuvdim. Mana endi bu safar buni oldim. Siz ham brend qurboni bo'libsizda deyishga shoshilmanglar. Bu narsani o'zimni bitta yaqin tanishim aytdiki, bu effekti zo'r. Lekin bitta narsani aytaman, men yuzim quruq bo'lsa ham shu narsani oldim. Buni tarkibida gyaluronkasi yo'q. Bu vitamin C'ni chisti o'zi yuzni quritadi. O'sha uchun pitательный krem bilan birga qo'shib ishlatish kerak ekan. Keyin mana bunaqa narsa oldim. Mana. Bu qo'l uchun krem. CeraVega o'xshab ketadi. Upakovkasi ham, nimasi ham. Lekin bu yuz uchun emas, qo'l uchun. Meni qo'lni ana qo'lga surasizlar. Krem, mana qo'ysa. Hidi xuddi badanga yuvingandan keyin suramiz-ku. Atirniy krem o'shanga o'xshab ketadi. Losyon o'shanga o'xshab ketadi. Yumshoqligiga kelayotgan bo'lsak, qo'lga tez singadi. Jip-jip qolmaydi, xuddi suvday. Lekin yumshatishini bu keyinchalik aytaman. Lekin singishi xuddi suvga o'xshab singib ketar ekan. Qo'llaringizga krem surganlaringiz bilinmaydi-da. Ozgina hidi bor. Hidi ham
kamgina o'sha bilmaydi. Sizlarga gapiryapman, o'sha nima bo'lyapti. Bor narsa ana shu edi, boshqa hech narsa menimcha olganim yo'q. Ana shunchagina narsani o'zi, ana shunchagina narsani o'zi bilasizmi manda 500 mingdan sal o'tdi-da, 500 mingdan ziyodroq bo'ldi. Mana bu 500 mingdan ziyodroq bo'ldi. Ko'rdinglarmi? O'sha uchun ayollarga faqat pul kerak. O'sha uchun ayollarga ko'proq pul beringlar. Sizlar bilan shunaqa raspakovka bilan azizlar. Всем пока.